Qadamjoy rayonidagi oqqan salg'u joyini kirish qismi mana shu joyda iborat ekan. Mana bu joyga blokpost qo'yilgan. Bundan maqsad mana shu yo'llarni turizmga aylantirishyapti ekan va o'sha asfalt boshqa rasodlariga menimcha fikrim shu bitta odamdan to'liq qilinyapti. Yuk mashinaga alohida odamlarga alohida. Hozir yerda mana narxlar bor ekan. Narxi chet el fuqarolariga 80 so'm ekan. Boshqa nima deyapti? 10 yoshli bolalarga bepul. O'zani fuqarolarga 50 so'mdan. Avtomashinalarga 70 so'mdan narx qo'yilyapti. Katta mashinalarga 200 so'mdan ekan. Bu yoq mana tadbirkorlik mana shu joylar polni oqqayinda dam olgan joylar ekan. Do'stlar, har qalay arzon Qoraqo'yga o'tishda ancha arzon ekan. Qoraqo'yda bitta odamga adashmasam 250, avtomashinaga 350 so'mdan. Bu yerda narx ancha arzon ekan. Xo'p, do'stlar, mana shunday kirishlaringda mana shunday dam olish joylari bor. Qolganlaringga o'rnashib olasizlar. Havo ancha yaxshi. Manzara mana shunday do'stlar.